Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mav'izamizning mavzusi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jannatdagi qo'shinlari Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu haqlarida inshaalloh suhbatlashamiz. Alhamdulillah, mana bu galgi sahobiy ikromlardan oldingi bayon qilingan sahobalarni hayotlari haqida, ibratli voqeatlari haqida so'zlab suhbatlashib kelayotgan edik. Mana bu gal ashara-i mubashshara radhiyallohu anhumlardan birlari, ya'ni Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu yuqorida o'zlaridan avval o'tgan 4 ta sahobalardan keyingi zikr qilinayotgan 5-sahoba hisoblanadilar. Chunki bu zot o'zlaridan avvalgi o'tgan, biz suhbatda aytib o'tgan Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu, Hazrat Umar va Hazrat Usmon va Hazrat Ali radhiyallohu anhumlarni qatorlarida turadigan ashara-i mubashsharalardan hisoblanadi. Ashara-i mubashshara deb bashorat berilgan 10 zot degani lug'aviy ma'nosi, ya'ni hayotlik vaqtlaridayoq ularni jannatiy zot ekanliklarini payg'ambar alayhi salatu vassalom bashorat bergan zotlardan. Qanday baxti, qanday ulug' sharafki, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hayotlik vaqtlarida u zot ham, ya'ni o'sha zotlarni o'zlari hayotlik vaqtlarida payg'ambar alayhi salatu vassalomdan shunday xushxabar eshityaptiki, siz Allohni jannatiga sohib bo'lgan zotsiz. Ya'ni siz jannat sohibisiz degan bir bashoratni eshitish. Mana shunday baxt 10 ta sahobaga nasib bo'lgan. Mana shulardan birlari Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu. Mana bu zot islomni avval qabul qilganlardan, eng peshqadamlardan, o'zlari yosh bo'lishlariga qaramasdan bu zot 595-yil milodiy sanada payg'ambar alayhissalatu vassalomdan 24 yosh kichik bo'lganlar. Yosh o'spirin yigit bo'lganlar. Eng ildam iymonga kelgan zotlardan hisoblanadilar. Mana bu zotni asl ismlari Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu bo'lib, Talha ibn Ubaydulloh ibn Usmondirlar. Bularni nasablari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda Murra ibn Ka'b bobolariga borgan joyda taqaladi. Bir-birlariga shu yo'liqadi. Ya'ni bularning avlodlari bir joyga borib, Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallamning avlodlariga taqaladi. Bularning kunyalari Abu Muhammad deb nomlangan, ham asosan Talha deb murojaat qilingan. Mana bu zot o'zlaridagi avvalo islomga kirish holatlarini bayon qilib, o'zlari bu hodisani, bu voqeatni shunday zikr qiladilar. Bu zot o'zlari yosh bo'lishlariga qaramasdan Quraysh zodagonlari, Quraysh tijoratchilar bilan birgalikda Shom o'lkasiga tijorat bilan yo'lga chiqadilar. O'zlari hali ko'p tijorat qilmagan bo'lsalar ham o'ta ziyrak, o'sha o'zidan kattalarga intiladigan, katta ishlarni qilishlikka intiladigan ziyrak o'spirin yigit bo'ladilar. Mana shu Quraysh aholisidagi katta, o'zlaridan juda katta, juda ham boy odamlar bilan birga safarga chiqadilar Shomga. Basraga borganlaridan keyin Basra shahridagi bozor juda ham mashhur bozor bo'ladi. O'zlari bilan birga borgan hamma ana o'sha Quraysh ahllari, katta savdogarlar savdolarini boriboq boshlab yuboradi. Chunki biladi, oldin tajribasi bor, boshqasi bor. Bular endi sekin qani nimadan boshlar ekanman deb tursalar, ana o'sha yerda turgan, ya'ni Basrada bozorda turgan bir rohib e'lon qiladi. E'loni shu bo'ladiki, hozir makkaliklar kelibdi degan xabarni eshitib, "O ichinglarda kim bor makkaliklar? Kim bor?" deb baqiradi. Shunda hech kim ha demagandan keyin dedilar, men keldim, men Makkadanman deb aytdim dedilar. Shunda haligi rohib aytdiki, sizlarni oralaringizda bir odam chiqdimi? Ya'ni u odam shuki, sizlarning oralaringizda chiqadigan Ahmad degan odam bir mashhur bo'ldimi dedi. Kim u Ahmad desam, u yana aytdiki,
u ibn Abdulloh ibn Abdul Muttolib, ya'ni Abdul Muttolibni o'g'li bo'lgan Abdullohning o'g'li Ahmaddir dedi. Ha, u nima deb chiqadi desam, u aytdiki, u payg'ambarlarning so'nggisi deb aytdi. U payg'ambarlarning so'nggisi. Ayni shu zamonida sizlarning hududingizda, ya'ni Makka shahrida Muhammad ismida, ya'ni Ahmad bir ismi, Ahmad payg'ambar bo'lib chiqishlik kerak edi. Aynan shu zamonada shu xabarni bilishigim kerak. U Makkada tug'iladi, Makkada yashaydi va keyingi hayoti toshloq bo'lgan, tog'lik bo'lgan, xurmozor, ekinzorlari ko'p bo'lgan shaharga keyin ko'chadi, hijrat qiladi deb mana shu xabarni yetkazdi. Men bundan juda qattiq ta'sirlandim deylar Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu. O'sha zahotiyoq men bozorga ham kirishmadim, ishimni ham shunda tashladimda, to'g'ri o'zimni ulovimga borib, narsalarimni yig'ishtirdimda, ulovim bilan yugurgancha qaytib Makka shahriga yetib keldim. Ahlimdan so'radim, biz ketganimizdan keyin biror bir xabar tarqadimi, biror bir o'zgarish bo'ldimi desam, ahllarim aytdiki, ha dedi. Bir zot chiqibdi, Quraysh ahlidan ekan, o'zini payg'ambar deb tanitibdi. Uni Abu Bakr tasdiqlabdi deb aytdi. Men aytdimki, ha, agar uni Abu Bakr tasdiqlagan bo'lsa, haqini tasdiqlabdi. Chunki Abu Bakr xulqli, odobli, ishonchli odam deb aytdim. Keyin o'zimni tuta olmadim va borib Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu huzurlariga bordim. Va mana shunday gap to'g'rimi? Bizdan shunday inson chiqdimi deb aytdim. Nega dedi? Men buni xabarini Basradan eshitib kelyapman. Bir rohib mana bunday gaplarni gapirdi. Deyishim bilan darrov qo'limdan tutdi-da, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga meni yetaklab olib ketdi. Ikkalamiz bordik. Borib meni tanitdilar Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu. Keyin men rohib aytgan gaplarni aytib bersam, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam juda xursand bo'ldilar. O'zlarida yo'q xursand bo'lib, shunday tabassum chehralariga urdi va menga kalimani talqin qildilar. Men o'sha yerda iymonga keldim. Ya'ni shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldim dedilar. Ya'ni Hazrati Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhuning iymonga kelishlari mana shunday bo'lgan. Lekin bu zotni asharay mubashshara bo'lishliklari, ya'ni hayotlik vaqtlardayoq jannatiy ekanliklarini bashorat berishlikka bir necha qilgan ishlari, ularni ana o'sha iymonlari, amal va ibodatlari bunga sabab bo'lgan. Mana shu haqida Hazrat payg'ambar alayhi salatu vasallamdan aytilingan buyuk bir bashoratni zikr qilinadiki, Hazrat payg'ambar alayhi salatu vasallam Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu haqlarida aytgan ekanlarki, "Man arada an yanzura ila shahidi yamshi ala wajhi al-ardi fayanzur ila Talha ibn Ubaydulloh." Hazrat payg'ambar alayhi salatu vasallam aytgan ekanlarki, kim agar tirik bo'lib yurgan shahidni ko'rmoqchi bo'lsa, Talha ibn Ubaydullohga qarasin degan ekanlar. Mana shu gap bitta Talha roziyallohu anhuga aytilingan xolos. Ya'ni shahid bo'lgan odam o'lish kerak edi. Lekin kim hayotlik vaqtlardayoq shahid odamni ko'rmoqchi bo'lsa, hayot bo'y yurgan Talhaga qarasin degan ekanlar. Sharafni qarang. Shahid odam o'zi o'tish kerak edi. U vafot qilish kerak edi. U jangga chiqish kerak edi. U jangda jonini fido qilib qotillar tomonidan o'ldirilish kerak edi. Ana unda u shahidlik maqomiga yetar edi. Hatto ba'zi bir inson agar dinini himoyasi uchun, vatanining himoyasi uchun, ota-onasining himoyasi uchun dushmanga chiqdi, lekin o'lmay qaytdi. Bu ham shahid hisoblanmaydi. O'lmay qaytgan odam vog'iy, ya'ni jangchi hisoblanadi. Lekin Hazrati Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhuga jangga qatnashib qaytib kelgan bo'lsalar ham shahidlik maqomi berilgan. Qanday ulug'bat, qanday maqom, qanday ulug' bir martabaki payg'ambar alayhisolatu vasallam bu zotga mana shunday shahidligini bashoratini berganlar. Bu zot haqida hattoki oyat karima nozil bo'lgan. Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu haqlarida oyat karima nozil bo'lgan. Alloh taolo oyat nozil qilgan. Chunki bu oyat karima aynan mana shu Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu bilan birgalikda bo'lgan, hatto ana o'sha ahdida sobit turgan sahoba
Hazrati Anas ibn Nazr roziyallohu anhu haqida ham nozil bo'lgan. Mana shu oyat karimadagi aytilingan lafz aynan ahdiga vafo qilgan Anas ibn Nazr roziyallohu anhu va Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu haqlarida nozil bo'lgan. Bu oyat karima Ahzob surasining 23-oyati. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloha alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila degan oyat karima. Bu oyatda Alloh taolo aytadiki, mu'minlar orasida Allohga bergan ahdida sodiq kishilar bordir. Mu'minlarning orasida shundaylari borki, ular Allohga bergan ahdida haqiqiy sodiq turguvchilari bordir. Bas ulardan, ya'ni yana shunday mu'minlar borki, ularning ichida o'z ahdiga vafo qilgani va shu bilan bir qatorda ulardan kutayotganlari ham bordir. Ular ahd va paymonlarini o'zgartirganlari yo'q degan oyat karima. Mana shu oyat karimada Alloh taolo ahdiga sodiq bo'lgan sahobalar bu Anas ibn Nazr roziyallohu anhu haqida ekanligini Hazrati Anas ibn Malik roziyallohu anhu ta'kidlaydilar. Amakim, ya'ni Anas ibn Nazr roziyallohu anhu meni amakim bo'ladilar deydilar. Amaki jiyan otlari bir xil bo'lgan. Amakim payg'ambar alayhissalatu vassalom jangga chiqqan vaqtlarida ilk bo'lgan jang Badr jangida amakim Anas ibn Nazr jang tugayadi, Badr jangi nihoyasiga yetgandan keyin esiza payg'ambar alayhissalatu vassalom bilan bo'lgan ilk jangda men qatnasha olmadim. Jangga qatnashish niyatim bor edi, o'zimni kuchimni ko'rsatardim, men ham jang qilardim. Allohga qasam ichib aytamanki, endi qachon biror bir jang bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha jangda o'zim ishtirok etaman deb Allohga qasam ichdilar. Mana shu jangdan keyin ularning hayotlarida Uhud jangi bo'ldi deydilar. Mana shu Uhud jangida Anas ibn Nazr roziyallohu anhu jangga shunchalik darajada qattiq kirishdilarki, Allohga qasam ichdilar. Albatta men bu kunda qanday urushni ko'rsatib qo'yaman. Yo'llaridan Sa'd ibn Muaz roziyallohu anhu chiqib qoldilar. Ey Sa'd, men Allohga qasam ichib aytamanki, meni qanday urushligimni Alloh ham ko'rsin va ana o'sha dushmanlarim ko'rib qo'ysin degan qasamni o'zlariga shunday bayroq qilib oldilarda, shu darajada qattiq urushibdilar, badanlariga jarohat yetmagan joy qolmabdi. Biz dedilar, sahobalardan birlari aytadilar, biz borib qarasak, Anas ibn Nazr roziyallohu anhu ni 80 joyda jarohat bor ekan dedilar. 80 joyda jarohat bor ekan. Shunchalik darajada. Oxiri keyin o'zlari ham o'sha yerda shahid bo'lganlar dedilar. Hazrati Anas roziyallohu anhu aytadilarki, biz bu Anas ibn Nazrni o'zlarining singillari uni barmog'idan taniganda, mana shu meni akam bo'ladi demaganda biz uni tanimas edik. Shunchalik darajada badanlari jarohatga to'lib ketgan edi deydilar. O'zlarining singillari barmog'idan tanib qolgan ekanlar. Badanlarida sog' joy qolmagan edi. Mana bu haqida Alloh taolo oyat nozil qilgan. Va mana shu oyatning davomida bas ulardan o'z ahdiga vafo qilganlari ham bordir degan oyat karimaga Hazrati Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu ni ulamolarimiz keltiradilar. Nega desa, Hazrati Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu haqida hatto Ali roziyallohu anhu dan Nazzar degan zot so'ragan ekanlar. Talha ibn Ubaydulloh qanday zot deganlarida, Talha haqida Alloh taolo o'zi oyatda bayon qilib bergan-ku. Oyat nozil qilib qo'ygan-ku. Talha agar ana o'sha oyat nozil qilingandan keyingi qiladigan hayotidagi qiladigan gunohlarni ham Alloh kechirib bo'lgan. Alloh taolo uni poklab bo'lgan deb shunday bashorat bergan ekanlar Hazrati Ali roziyallohu anhu. Hatto Hazrati Ali roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'zim eshitganman. U zot aytganlar, Talhatu va Zubayru jaraya fil janna. Talha va Zubayr meni jannatdagi qo'shinlarimdir degan ekanlar. Talha roziyallohu anhu va Zubayr roziyallohu anhu jannatdagi meni qo'shinlarim deganlarini o'zim quloqlarim bilan eshitganman deb Hazrati Ali roziyallohu anhu marhamat qilgan ekanlar. Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu juda ham kelishgan, ham badavlat bo'lganlar, juda ham boy bo'lganlar, savdogar bo'lganlar, o'zlariga to'q bo'lganlar
va juda ham o'sha jangga shiddatli, dushmanlarga qarshi chiqishlikda, o'zini dinini himoya qilishlikda, iymonni mustahkam ushlashda juda ham qattiq ziyrak zot bo'lganlar. Hatto o'zlari bayon qiladilar, men Nabiy alayhissalatu vassalomni sahobalardan birlari biror bir arabiylar kelsa, cho'lliklar kelsa, ularni sahobalarga iltimos qilayotganligini eshitib qoldim deydilar. Ya'ni sahobalar o'zlari tortinib turardi, payg'ambar alayhisolatu vasallamdan savol so'rashlikka haddlari sig'mas edi. Biror bir arobiy kelsa, o'sha savolni berib qo'yamiz, so'rab olamiz deb qiziqib turishardi. Sahobalari bir johil arobiyga, bir jaholati bo'lgan bir arobiyga aytdiki, o'z ajalini topgan shaxs haqida u kim bo'ladi deb so'ragan, deb payg'ambar alayhisolatu vasallamdan so'ragan deb aytgan ekanlar. O'sha johil kishiga, johil arobiyga iltimos qilgan ekan. Ya'ni o'z ajalini topgan shaxs haqida so'ragan degan ekanlar. Ular u zotni o'sha viqollardan qo'rqib turganlardan, payg'ambar alayhisolatu vasallamdan endi hayo qilganlarni shu gapni so'rashmagan ekanlar, jur'at qilmagan ekanlar, lekin arobiy mana shu gapni so'ragan vaqtlarida men sekin Hazrati Talha roziyallohu anhu aytadilarki, masjidning bir chetida ustunining oldida yashil kiyimda turgan edim. Payg'ambar alayhisolatu vasallam menga ko'zlari tushib qoldi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, o'z ajalini topgan shaxs haqida so'rovchi qani deb so'radilar. Shunda haligi zot menman deb aytdi. Shunda mana u kishi bo'ladi. O'z ajalini topgan shaxs mana udir deb meni ko'rsatdilar dedilar. O'z ajalini o'zi topgan. Ya'ni o'zini ajali bilan shahidlikni topgan inson mana shu. Hayotlik vaqtidayoq shahidlik maqomini topgan zot mana shudir degan ishorani menga qildilar deb Hazrati Talha roziyallohu anhu aytadilar. Hazrati Talha roziyallohu anhu iymonga kelganlaridan keyin juda qattiq qiynoqqa tushadilar. Qiynoqlari o'zlarining yaqinlaridan bo'ladi. U ham bo'lsa o'zlarining onalari Talha roziyallohu anhudan voz kechadilar. Voz kechadi onasi. O'zlarining yaqinlari ularni qo'llarini boshlariga bog'lab qo'yib, orqalaridan urib yurgan ekan. O'rtaga qo'yib yuborib, yomon odamlarni orqasiga tushib olib, oldilariga savolib, har xil narsalar bilan urib, qiynab yurgan ekan. Shunda bir sahoba ko'rib qolib, bu nima bo'ldi? Bu qanday odamki, buni hamma urib yuribdi? Biror bir jinoyat qildimi? Biror gunoh qildimi deganlarida, yo'q, bu Talha. Bu o'zini dinidan kechib, Qurayshlik bir odamni diniga kiribdi degan xabarni yetkazgan ekan o'sha yon atrofidagi o'sha mushriklar. Ana orqasidagi ayol kim desa, u o'zini onasi. Shunga norozi bo'lib uni ham uryapti onasi degan ekan. Shunda Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu uni qutqarish uchun kelgan ekanlar. Kelganlarida Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu bilan Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu ikkalalarini bitta qilib bog'lab turib yana urishgan ekan. Ularni ham qo'shib urishgan ekan. Mana shunday qattiq qiyinchiliklarni ko'rgan Hazrati Talha roziyallohu anhu shahid bo'lishiklari Uhud jangida ular halok bo'lmaganlar. Uhud jangida qatnashganlar. Ularni xosatan ana o'sha jangdagi bo'lgan katta mana bu shahidlik maqomini olishligiga Uhud jangida qilgan matonatlari, kurashlari sabab bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Uhudga jangga chiqqan vaqtlarida sahobalar chekindilar. Mushriklar u yoqdan bostirib keldi. Shularning oralarida ansorlardan bo'lgan 11 dona sahoba qolgan edi deydilar. 11 dona sahoba qolgan edi. Ularning orasida men ham bor edim deydilar. Mushriklar biz tomon bostirib kelyapti. Hamla qilyapti. Payg'ambar alayhissalatu vassalam hattoki chekinishga buyurdilar. Ustilarida 2 qavat savut bor edi. Og'ir edi. Chiqishlikka qiylandilar. Men ularni chiqartirib qo'ydim deydilar. Yonlarda turibman deydilar. Shunda haligi mushriklar bizga tashlanyapti, bizga hamla qilyapti. Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalam haligi yon atrofidagi turgan sahoba ikromlarga qarab aytdilarki, kim bularga qarshi chiqadi? Kim bularga qarshi chiqadi? Kim agar bularga qarshi chiqsa, meni jannatdagi qo'shnim bo'ladi dedilar. Shunda men ey Allohning rasuli, men chiqaman deb aytdim. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam menga aytdilarki, o'tir sen jim tur dedilar. Shunda ansorlardan birlari men chiqaman dedi. Chiqqin dedi. Chiq dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam haligi ansor chiqdilarda
haligi bilan kuchi yetgancha urushdi. Kuchi yetganicha urushdi, bir nechalarni o'ldirdi, lekin u ham halok bo'ldi. Shahid bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana kim bor dedilar. Men yana aytdim, ey Allohning rasuli, men chiqaman deb aytdim dedilar. Shunda sen joyingda turgin dedilar. Yana bir sahoba ansonlardan birlari chiqdilar. U ham kuchi yetgancha urushdi, u ham shahid bo'ldi. Yana kim chiqadi dedilar. Yana bir sahoba men dedilar. U ham chiqdi. U ham shahid bo'ldi. So'ngida yana payg'ambar alayhisalom yana kim chiquvchilar bor dedilar. Men chiqaman ey Allohning rasuli desam, mayli sen chiqa qolgin dedilar. Shunda men chiqdim dedilar. Chiqib haligi mushriklar bilan urushib, ularni bir urarkanlar, payg'ambar alayhisolatu vassalomga yugurib kelarkanlarda ko'tarib, sekin yana tog'ga teparoqqa chiqarar ekanlar. Yana yugurib, yana urushar ekanlar. Yana payg'ambar alayhisolatu vassalomga hamla qilayotgan vaqtda yana ularni himoya qilib, yana tepaga chiqarib, yana yugurib urushar ekanlar. Shunchalik darajada urushibdilarki, o'lmay qoldilar-da. O'lmay qoladigan darajada qonga belangan holatda Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu aytadilar, biz Talhani ko'rdik, qonga belanayotgan edi. Jarohatlari 70 dan ortiq jarohatlari bor edi. Juda og'ir ahvolda yotgan edi. Lekin joni omonda qolgan edi. Biz uni payg'ambar alayhisolatu vassalomga borib, u zotni qutqaramiz, siz keling, biz sizga yordam beraylik desak, Talhaga qaranglar, Talhani qutqaringlar, Talhaga qaranglar deb payg'ambar alayhisolatu vassalom Talhani yordam berishligimizga bizga buyurdilar deb Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu aytadilar. Bu zot shunchalik darajada qattiq mana shunday jonlarini fido qilgan sahobalardanlardiki, ya'ni hayotlik vaqtlardayoq mana shunday shahidlik maqomini olgandilar. O'zlari boy, tijoratchi, savdogar, sodiq bo'lganlar va bir vaqtni o'zida bir necha muddatli, bir necha o'sha miqdordagi sadoqatlarni amalga oshirgan zotlar bo'ladilar. Bu zoti Sharif roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolatu vassalomni hayotlik vaqtlarida bashoratlariga erishilgan bir qatorda so'nggi hattoki o'zlarini maqomlari ham baribir shahidlik bilan maqomida vafot qiladilar. U jang faqatgina Uhud jangida emas, balki keyingi bo'lgan jangda payg'ambar alayhisolatu vassalomni ana o'sha haqiqiy sahobalarning safida mushriklarga qarshi jangda shahida a'lo bo'lib vafot qiladilar. Mana bu zotni keltirishligidan, ya'ni bu zotlarni o'rganishligimizdan maqsad biz mo'min musulmon inson bizlardan avval din uchun, islom uchun, mo'minlar uchun jonlarini fido qilgan sahoba ikromlarni hayotini o'rganib, ulardan ibrat olish. Ya'ni ularning maqomini Alloh taolo shunday bir maqomga yetkazdi, Alloh taolo ularga shahidligini berdi. Alloh taolo ularni ana o'shanday jangga ishtirok etib, jonlarini fido qilishlik borasida ularga shahidligini Alloh nasib qildi. Ana endi bir mo'min inson aytishligi mumkinki, ha endi jang bo'lsa biz ham chiqar edik. Biz ham shahidlikni xohlaymiz. Ha biz ham endi qo'limizda boylik bo'lganda biz ham qilar edik degan bir havasmandlik uyg'onishligi mumkin. Musulmon odam uchun payg'ambar alayhisolatu vassalom urushni Allohdan so'ramanglar degan ekanlar. Allohdan balki tinchlikni so'ranglar degan ekanlar. Mabodo urush bo'lib qolsa, unda sobit turinglar degan ekanlar. Allohdan haqiqiy ana o'sha sobitlikni so'ranglar, sobit turinglar deb marhamat qilgan ekanlar. Ana endi har bir mo'min musulmon inson hayoti dunyoda o'zini holatidan kelib chiqib Allohning oldida so'raladi. Har bir inson. Shuning uchun ulug' zotlardan Muftiy Zarvalxon degan zot o'tganlar, juda buyuk zot, Hind olimlaridan aytgan ekanlar, har bir insonni debdilar. Alloh subhanahu va taolo hech qaysi bir bandani Allohning huzuridagi topadigan najot yo'lini Alloh taolo to'sib qo'ymagan debdilar. Hech qaysi bir bandaga o'zini huzurida, Alloh o'zini huzurida beradigan najot yo'lini to'sib qo'ymagan. Har bir banda uchun alohida najot yo'li bor debdilar. Jannatga kirishlik faqat shahidlik bilan emas, faqat namozxonlik bilan emas, balki har bir banda uchun Alloh taolo najot yo'lini Alloh taolo unga muhayyo qilib qo'ygan, berib qo'ygan. Balki inson ana o'sha najot yo'lini o'zi harakat qilib topolsin degan ekanlar. Shu hayotni o'zida qo'lga kiritib olsin degan ekanlar. Kunlarning birida deydilar, bir kishi keldi oldimga deydilar, shu zot o'zini hayotdagi bo'lgan holatini aytdilar. Taqsir, bir savolim bor. Men juda ham katta olim emasman. Ilmim ham yo'qki, biroq bir o'zimdan keyin yaxshi bir kitoblarni, ilmlarni qoldirsam,
Sizga o'xshab yaxshi bir qarang, shuncha ko'p ilm qoldiryapsiz, shogirdlar qoldiryapsiz, kitoblar qoldiryapsiz, dinga xizmat qilyapsiz. Shunday bir ulug' zotsizki, sizga Alloh shunday bir sharafni bergan. Lekin o'zimni bunday orqamga qarasam, na ilmim bor ekan, na bir xayri ihson sadoqat qilay desam, na bir moli dunyom bor ekan. Hech narsam yo'q ekan. Lekin taqsir Alloh taolo qalbimga bir amalni soldiki, men shu amalni o'zimga odat qildim. Qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin sizga shuni ravo ko'rdim, shuni aytkim keldi. Qarasam qo'limdan hech narsa kelmas ekan. Lekin qo'limdan keladigan ish namoz o'qishlik ekan. 5 mahal namozimni ham o'qiyapman, lekin qo'limdan keladigan ish o'zimni holatimga qarasam, har kuni 200 rakat namoz o'qishlik qo'limdan kelyapti. Shu ishni o'zimga odat qildim debdilar. Kunlar o'tdi, haligi odam oldimdan ketgan edi. Kunlar o'tdi. Bir kun dedilar, shu muftiy Zarg'ulaxon aytadilarki, tushimda qiyomat qoyim bo'pti deydilar. Qiyomat qoyim bo'pti, hamma jannatga eshigini oldida hamma turibdi, talpinib turibdi. Shular orasida men ham bor ekanman. Qarasam, haligi mendan savol so'rab kelgan odam ham haligi eshikning oldida qachon ochilar ekan? Endi bu eshik qachon jannat ochilar ekan? Qachon kiramiz deb unga oshiqib turibdi. Shunda Hazrati Jabroil alayhisolatu vassalom keldilar, eshikni ochdilar u uyqudan uyg'ondim dedilar. Demak dedilar, shu zot aytadilar. Demak, har bir banda uchun Alloh subhanahu va taoloning huzurida najot topishlik yo'lini Alloh taolo unga berib qo'ygan. Lekin buni har bir banda o'zi izlab topsin dedilar. Mana shu borada Hazrati Abu Hamid G'azzoliy rahmatullohi alayhi ham inson uchun Alloh taolo ikkita ne'matni bergan. Biri vaqt ne'mati, ya'ni bu vaqtdan murod bu umr deydilar. Inson hech narsam yo'q demasin, unda vaqt bor debdilar. Alloh taolo unga debdilar, ikkita buyuk narsani bergan. Bittasi vaqt, ikkinchisi iste'dod debdilar. Iste'dod, hamma inson hech kim o'ziga o'zi aytmasinki, meni qo'limdan hech narsa kelmaydi demasin. Uni qo'lidan bir narsa keladi. U ham bo'lsa, Allohning huzurida najot topishlik yo'lini Alloh taolo o'sha bandaga bergan. Uni izlab o'zi topsin degan ekanlar. Ya'ni bizni mana bu kundagi, bu jamoadagi, ya'ni mana bu juma mauizamizdagi xulosamiz Hazrati Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu asharai mubashshara hayotlik vaqtlarida shahidliklari, hayotda shahid bo'lgan inson bo'lgan maqomga erga bo'lgan zotni bugun mana inshaalloh tarixlarini, fazilatlarini gapirish bilan bir qatorda har bir mo'min inson ibrati shu bo'lsinki, bu jumadan mauizadan xulosasi shu bo'lsinki, qo'limdan hech narsa kelmaydi demasin. Vaqtini zoyi ketkazmasin. Qachon urush bo'lsa jangga chiqaman demasin. Qachon pul tutsa ihson qilaman demasin. Qo'lidan nima keladi? 2 rakat namoz o'qib, sajda qilib subhana robbiyal a'lo deyish keladimi? Iste'doddan foydalansin. Alloh bergan vaqt kirib chiqib turibdimi? Ana o'sha nafasni subhanalloh bilan kirgizib chiqarsin. Birovga hech bo'lmaganda yomonlik qilish qo'lidan keladimi? Shu yomonlikdan qaytsin. Qo'lidan o'zini kasbi, hunari, iste'dodi, o'zini iqtidori bilan birovga soyasi tushishlikni qo'lidan keladimi? Hech bo'lmaganda ana o'sha kasbi, hunari bilan yaxshilik qilsin. Demak, insonda hali fursat bor ekan. Unda ikkita ulug' ne'mat, biri vaqt, biri iste'dod. Ya'ni hatta harakat Alloh taoloning huzurida najot topishlik sababi uni qo'lda turibdi. Hammamizda bor. Uni foydalanib, uni yo'lini topa olish har bir insonning burchi, vazifasi hisoblanadi. Alloh hammalarimizga tavfiq bersin. Alloh hammalarimizga ulug' sharafni ato aylasin. Alloh bergan bu umr, Alloh bergan iste'dod, o'zini tanish, o'ziga subhana robbiyal a'lo deyish, o'ziga ibodat qilishda Alloh hammalarimizni bardavom aylasin. Mana bunday bu kunda zikr qilingan mana bunday ulug' zot Hazrati Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu bilan inshaalloh jannat maqomlarida birga bo'lish baxtini Alloh hammalarimizga nasib aylasin. O'tgan barcha sahobalardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.